Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Sizlar bilan men Usta Jasur va akalar ko'rib turgan yangi ishlar Farg'ona viloyat Dang'ara tumanida bitkizib berildi. Va akalar darvozaxona qismiga e'tiborlarni tortamiz. Darvozaxona qismini alkabon stilda chekkalarini dela o'rtalariga patnislarini chiroyli qilib ter berganmiz. Akalar chekka yaxshilarga yaxshilab e'tibor beramiz. Choklarini ham juda ham chiroyli tarzda qilib chiqazib berganmiz. Ya'ni klassik usulda bo'lgan darvozaxonasi. Va akalar tashqari, ya'ni ichkarida tashqari kaziroklariga e'tiborlarni tortamiz. Bu kaziroklarini akalar milliy uslubda qilib bitkizib berganmiz. Tillaranglarni aralashtirib, mokri oq tillarangni aralashtirib bitkizib berdik. Bu ishimizda akalar 04 tunukadan qilib bitkizib berganmiz. Va akalar endi sizlarni tunuka fon narxlari bilan tanishtirib o'taman. Tunuka fon narxlari hozirgi kunda 115 ming so'mdan boshlab 150 ming so'mgacha chiroyli qilib bitkizib berilyapti. Akalar eslatib o'tamiz, bizda hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi. Ya'ni tunukasi, samarezi, profili, lesasi, hattoki kireklarigacha hamma narsasi o'zimizdan qilib bitkizib beramiz. Tarnovlari, slif, turbalari, hamma narsasini akalar o'zimiz olib borib chiroyli qilib mana shunaqa tarzda akalar xotirib ustanobkasini qilib beramiz. Akalar eslatib o'tamiz, biz akalar birovlarning ishini obzor qilib o'zimizga qo'yib olganimiz yo'q. Bu o'zimizning qo'limizdan chiqqan ishlar, ya'ni sizlarga yanada ishonchli bo'ladi. Ishimizni ko'rib turib, choklariga e'tibor berib turib, bemalol zakaz beraverasizlar. Akalar sizlarga ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqib qolmasin akalar. Sog' va salomat bo'linglar.